E'tibor markaziylani Mirzo Ulug'bek tumani Alisher Navoiy mahallasiga qaratamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda 800 ming dollarga baholangan mana shu uylarimizdan bittasini ko'rib chiqamiz. Ishonamanki, hali sizlar bunaqa loyihani ko'rmagansizlar. Meni o'zimga ham yangilik bo'ldi. To'g'risi xursand bo'ldim. Mana shunaqa darajada uy qurayotgan quruvchilarimiz borligidan. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olgan bo'lsanglar, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bu biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar, unda boshladik. Birinchi bo'lib har doimgidek manzilga aniqlik kiritamiz. Yana bir bor qaytarib o'taman. Mirzo Ulug'bek tumani, Alisher Navoiy mahalla, G'azalkent ko'chasi. Tag'am nariyodagi G'azalkentni tushunmanglar. Bu Qorasuvdagi G'azalkent ko'chasi bo'ladi. Masalan, deylik, mana shu garadogimizning oldida Rayhon G'aniyevaning uyi, nariroqda Yulduz Usmonovaning uyi bor. Bitta gap bilan aytganda, juda ham elita mahalla hisoblanadi. Umumiy bu garadogimizning maydoni 21 sotuvga tushgan. 6 ta xonadon va 2 ta noturar bino. Noturar binolarni sizlar ko'rib turibsizlar. Bu yoqda birinchisi o'zini avtoturargohlari bilan, buni yonginasida mana ikkinchisi, buni ham o'zini avtoturargohlari. Masalan, qanaqadir o'quv markazi qilish mumkin yoki do'konlar. Agar siz avtomobilingizda keladigan bo'lsangiz, shunday pultdan bitta bosasiz, darvoza sekin-astalik bilan ochiladi va o'zini yer osti avtoturargohiga mashinangizni qo'yib, bemalol siz xonadonning ichiga shunday kirib ketsangiz bo'ladi. Bizda bo'lsa, hozir mashinada emasmiz, shunday sekin bu yoqdan asosiy kiraverish eshigida garadogimizning hovlisiga kiramiz. Qani marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Kiraverish yo'ligimiz. Ikkita kiraverish yo'lagi. Bu birinchisi, buni qarama-qarshi tarafida ikkinchi yo'lak bo'ladi. Endi mana hovlini ko'ringlar. Bu yoqda zo'r qilishgan proyektni quruvchi kompaniya tomonidan bolalar maza qilib o'ynaydigan joy. Bolalar o'ynash maydonchasi, har bir uylarimizni 2-4 sotuvli yer maydoniga ega o'zini hovlisi va tashqari tarafida ham landshaftning zonalari ajratib ketilgan, juda ham chiroyli, hashamatli did bilan bitirilgan. Bu yoqdan ko'rganinglardek darvozamiz. Endi buni hozir bitta yopib qo'yamiz. Mana o'zi sekin yopilaveradi. Mana shunaqa sharoitda 3 tasi bu yoq tarafida bo'lsa, uylarimizning 3 tasi bu yoq tarafida hozir mana bitta tayyor patquluch bo'lgani bor. Buni ichiga kirib, hamma remontlari qanaqa chiqqan, nimalar ishlatilgan, qanaqa stil bo'lgan, hammasini ko'ramiz. Keyin hovlimizning u yog'ida zina qilinganda, agar siz hovliga chiqmoqchi bo'lsangiz, avtoturargohdan turib ham bu yoqdan hovliga chiqishingiz ham mumkin. Agar uy ichiga kiraman desangiz, uy ichidan ham to'g'ridan-to'g'ri kirib ketsangiz bo'ladi. Uylarimizda liftlargacha o'rnatilgan. Bu shaharchamizda 7/24 qo'riqlash xizmati va kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Mana avtoturargohga tushirishni oldida sentrda o'rtaga qo'yib qo'yilgan, ko'ryapsizlarmi? 360 gradusda bu kamera aylanib nazoratda syomka qilib yozadi. Endi pastga tushar ekanmiz, yer to'lamizda biz mana bunaqa kattagina ventilyatorni ko'rishimiz mumkin. Bu narsa quruvchilar tomonidan ma'lumot berishdi. Toshkent City bilan Olmazor City'ning parkovkasida qilingan ekan. Bu nima desanglar, qanaqadir agar yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdagi havoni juda ham katta bosim bilan tashqariga haydab berar ekan. Bu birinchisi bo'lsa, mana bu yoqda yana qo'shimcha ventilyatorlar turibdi. Endi buni hozir aniq nomini bilmayman, ochig'i biladiganlar izohlarda yozib qoldiringlar va uyimizning elektroshitlari, shchuchklarimizni mana shu avtoturargohni bu yoq burchagiga joylashtirilgan. Uyga qanaqadir gazdan, svet tekshiruvchilar kelganda ham xonadoningizni ichigacha kirib bittama-bitta tekshirishmaydi. Mana shu tashqarini o'zida kelib ko'rib hammasini tekshirib ketishadi.
E'tibor berasizlar, katta keng avtoturargohlarimizni har bitta xonadon uchun ikkitadan mashina qo'yish joyi yetarli. Plus bundan tashqari agar mehmoninglar keladigan bo'lsa ham, mana bu yoqda devor tarafiga ham agar bitta mashina qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bemalol yonidan yana mashinalar ham o'tib ketish imkoniyati bo'ladi. U yoqni ko'rib turganingizdek, mana tushib kelish bo'ldi. Aynan sizlarga ko'rsatadigan xonadonimizni mana bu o'zini собственный garaji bo'ladi. Bitta va ikkita pult orqali ochilib yopiluvchi darvozasi bor. Bemalol ikkita mashina qo'ysak bo'ladi. Endi hozir mana qisqacha ko'rsatamiz. Yerto'lada o'zini spa zona, basseyn, saunalargacha ham bor. Biza bo'lsa tepaga chiqib asosiy eshikdan uyga ichiga kiramiz. Ketdik. Qadrdonlar, uyimizning hovlisini, avtoturargohlarini sizlarga ko'rsatib bera oldik deb o'ylayman. Ana endi mana shu shom payti hovlimizni ko'ringlar, qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Niyat qilganlar hammamizga nasib qilsin. Uy haqida o'z fikringizni ichkarini ko'rib bo'lgandan keyin yozib qoldirasizlar. Biz bo'lsa sekin-astalik bilan mana shu xonadonimizni ichiga kiramiz. E'tibor bersanglar, xonadonga ikkita kiraverish eshigi bor. Birinchisi bu tarafda, bu mehmonlar uchun. Sababi bu yoqdan agar kiradigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri mehmonxonaga kirishimiz mumkin va bu yoqdan mana asosiy eshigi. Bu asosiy eshigimizda juda ham ko'p funksiyalarga ega bo'lgan qulf, ya'ni zamok o'rnatilgan. Отпечатка bilan ham, Face ID bilan ham ochib bemalol kirishimiz mumkin. Qani endi ichkariga marhamat. Uyimizni 100% uborkalar qilib qo'yilgani uchun biz oyoq kiyimni yechib kiraveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyga kirib kelaverish yo'lagini ko'rasizlar. Bu yoqda kattagina oyna, o'zini mana bunaqa shkaflarigacha qilingan, o'tiriladigan mana bunaqa mehki mebel ham yasab qo'yilgan ekan va domofonlargacha bor. O'ng tarafda bo'lsa, kattagina shiftgacha cho'zilgan garderob ochadigan bo'lsak, mana mehmonlar kelganda bu yoqda kiyimlarni qo'yib qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi va qo'shimcha polkalarni ko'ramiz. Aksessuarlar qo'yib qo'ysak, menimcha yanada uyimiz chiroyli bo'ladi. Oppoqqina eshigiga e'tibor berasizlar. Qani ichkariga marhamat. Uyga kirib kelishimiz bilan bizning e'tiborimizni tortadigan narsa shu zinani oldidagi lifti bo'ladi. Boy aytdimmi, mashinangizda shunday kelasiz, liftda sekin uyga chiqaverasiz. Endi mana liftimizning eshigini ochilishiga e'tibor bering. Bu uylar uchun maxsus ishlab chiqariladigan lift hisoblanadi. Novostroykalarda mana liftlarni bilamiz, eshigimni ochiladi. Xolos, bunga hali alohida to'xtalamiz. Birinchi bo'lib kirib kelganimizda mana shu chap tarafdagi xonadan ko'rishni boshlaymiz. Bu birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinishxona, hojatxonalar bo'ladi. Osma unitazlar o'rnatilgan. Bu unitazimizning orqa tarafida joydan juda ham unumli foydalanilganda mana bunaqa polkalar, shkaflar yasalgan. Uyni qurgan kompaniya tomonidan, mana ko'ryapsizlar, aksessuarlargacha qo'yib qo'yilgan, qo'shimcha bu yoqda gullar, искусственный bo'lsa hamda, dushovoy o'zini rakvina, oyna, xullas hamma sharoitlar maksimalni zo'r qilingan. Navbatdagi buni yonidagi xona bo'lsa, bu shinamgina yotoqxona. Ko'rishinglar mumkin, o'zini kattagina kravati, buni orqa tarafida krashinli mebeldan garderob yasalgan, qo'shimcha tortmalari, xullas hamma sharoitlar juda ham zo'r qilingan. U yoq tarafdan hovliga qaragan romi bo'lsa, bu yoq tarafdan uyimizning ichidagi hovliga qaragan romi bo'ladi. Endi hozir hovliga ham chiqamiz va kravatimizning oldi tarafida mana bunaqa chiroyli mebellardan yasalgan tumbalarni ko'ramiz. Oyna, qo'shimcha kartinalar, aksessuarlar, patologlardagi qandillarga mana o'zingizlar endi baho berib qo'yasizlar. Juda chiroyli chiqqan, yoqimli ranglardan foydalanilgan. Endi kelinglar, o'ng tarafga o'tamiz. Shaxsan o'zimga yoqqan joyi, o'zim maza qilgan joyim mana shu joy bo'ldi. Katta studiya formatda bu yoqda mehmonxona qoldirilgan. E'tibor beryapsizlarmi? Bu yoqda ochuv qoldirilgan joy arka qilingandek, bu hammasi mana shu boshdan oyoq shpondan foydalanilgan ekan va uyimizda Umnidom sistemasi ham o'rnatilgan. Bu yoqda Alisa'ning o'sha planshetlari bor. Bu birinchi qavatimizda ham, tepada ham bor. Buni qarama-qarshisida uyimizning datchik движения panellari o'rnatilgan. Uyimizning isitish tizimi, sovutish tizimlarini, datchiklarni bu yoqdan boshqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Konditsioner, sovutish tizimiga keladigan bo'lsak, kanalni konditsioner qilingan. Hamma qavatlarimiz 1, 2 yerto'la qavatlarimizni ham bu yoqdan boshqarishimiz mumkin. Bu yoqda ikkiga bo'lingan
Birinchisi divanli zonaga ajratilgan. Qandilligi alohida ahamiyat berasizlar. Mehmonlar kelganda bu yerda divanda o'tirib, televizor ko'rishimiz mumkin. Kattagina televizor qo'yib qo'yilgan va men bu yerdagi shaxmatga men maza qildim-da, lekin mana qaranglar. Juda ham bir eksklyuziv shaxmat qo'yib qo'yishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Uyni qurgan kompaniya har bitta detallargacha ahamiyat bergan va juda ko'p dekor elementlaridan foydalanilgan, to'ldirilgan. Men bu narsani Dubayda ko'rgan edim. Dubayda o'sha villalarni, u yoqdagi yangi qurilgan Nostroykada kvartiralarni reklama qilganmiz. Ana u yoqda shunaqa edi. 100% u yoqda sotib oladigan xaridor shunday kiyimi bilan keladi bo'ldi. Idish tovoqlarigacha hamma narsa tayyor bo'ladi. Bu uyda ham men xuddi shunaqa narsani ko'ryapman. Mana bu yoqdan o'sha Alisani gapirib boshqarishimiz mumkin. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, televizorimizning orqa tarafi juda chiroyli dekor yasalgan. Mana bu narsa katta yaxlit kafildan foydalanilgan ekan va qo'shimcha tumbalar. Bu yoqda yana mebel yasalgan. Ko'rasizlar, bu yoqda endi qo'shimcha yana aksessuarlar qo'yishimiz mumkin. Bu ham ochiladi, oynali, polka qilingan. Stol zonamiz o'rtada 10 kishilik stol, idish tovoq, gul, xullas endi o'zingizlar ko'rib turibsizlar, hamma narsa tayyor holatda. Bu yoqda yana qo'shimcha mebellari bor. Buni orqa tarafi ham ko'rasizlar, dekor qilingan, bu ham shpondan qilingan. Endi bu mehmonxona, ya'ni studiya orqali biz oshxonaga kirsak bo'ladi. Razdvijnoy eshik qilingan. E'tibor beringlar, razdvijnoy eshigimizni relslari tepada qilingan. Noqulay bo'ladi. Agar pastda bo'lsa, ko'rmasdan qoqilib ketishimiz mumkin. Shunaqa holatlarni inobatga olishgan. Keyin yana bitta narsa, agar pastda bo'lsa, bu yoqdagi ichidagi relslarga chang, kir baribir vaqt o'tgani sari shunaqa narsalar yig'iladi. Bu yoqdagi hozir tarket bilan kafil mana ulangan joyi bir xil stikda, bir tekis bo'lib turibdi. Hech qanaqa narsa yo'q, qoqilib ketadigan. Kattagina ochadigan bo'lsak, mana marhamat, oshxonaga kiramiz. Oshxonamizning ham mebellari krashinli qilingan, o'rtada katta o'zini stoleshnitzasi bor. Bu stoleshnitzamizni ham mana shu tepa qismi kafil qilingan, plus buni yon qismlari. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu stoleshnitsaga qilingan kafillar, ipoldagi kafillar bir-biriga moslab turib qilingan. Ko'p funksiyali bu yoqda biz moykani ko'rishimiz mumkin, idish tovoq yuvishimiz uchun va mebellarda ichida qo'yilgan texnikalar hammasi Bosch brendidan, mikrovolnovka, gaz pechlari va bu yoqda skritli xolodilnik ham o'rnatib ketilgan. Ochib ko'rsatamiz. Kattagina ikkita xolodilnik o'rnatilgan. Mebelning ichiga skritli qilib bu yoqda tiqib ketilgan. Bu menimcha hamma ayollarning orzusi bo'lsa kerak, gaz pechlari. Bu yoqdan ko'rsatinglar, posudomoykasi. Bu yoqda qo'shimcha shkaflar, gaz pechlari. Bu oshxonamizdan ham hovlimizga qaragan, bu yoqda rom qoldirilgan. Endi agar pardani ochib, romni ochadigan bo'lsak, bu yoqdan ham orqa hovliga chiqsak bo'ladi. Biza bo'lsa orqa taraf ko'rib olamiz, keyin yerto'laga tushib, keyin ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdi. Uyimizning orqa tarafdagi hovlisiga chiqqanimizda bu yoqda biz kattagina keng yashil hudud ko'ramiz. Dekorativni daraxtlar, gullar ekilgan va quruvchi kompaniya tomonidan stol-stullargacha qo'yib qo'yilgan. Eng asosiysi uyimizning isitish tizimlari, kotelniklar bitta xonada alohida qilib joylashtirilganligi bu zo'r bo'pti va shu bilan birgalikda uyimizning kir yuvish xonasi ham mana shu kotelnikga kir urish qismida shkaflar bilan yasab joylashtirib ketilgan. Bu uyimizning yerto'lasi hamma erkaklarning orzusi bo'lsa kerak. Zinadan tushdik biz. Endi chap tarafga o'tamiz. Xo'p, bu yoqdan liftni chaqirib qo'yaveringlar. Hozir bu lift orqali ikkinchi qavatga chiqishimiz kerak. Endi qaranglar. Bu yoqda bitta xona qilingan. Boya tepada birinchi qavatda xuddi shunaqa kattalikda tegi bo'ladi. Bitta xona faqat to'ldirilmagan. Endi hamma o'zini sharoitidan kelib chiqqan holatda to'ldirib olish imkoniyatiga ega. Kimdir masalan ofis qilib qo'yishi mumkin yoki bolalar uchun kichkina o'yingoh qilib bersak ham bo'ladi. Ichkari hovliga qaragan bu yoq tarafda romi bo'lsa, shuni qarama-qarshisida tashqi hovliga qaragan romlari ham bor. Xo'p, davom etamiz. Endi garajga chiqa qolaylik. Ketdi. Videoni boshida ham bu garajni ko'rsatdik. Ikkita avtomatik ochilib yopiluvchi darvoza va bu yoqda shunaqa narsa qilinganki, bemalol o'zingizni mashinangizni karcherda yuvsangiz ham bo'ladi. Mana bu yoqda slivlari bor, o'rtada ikki yoq tomonda qo'shimcha nasos ham qilingan. Bu nasosni boshqaruv paneli mana bu joyda joylashtirilgan. Yoqadigan bo'lsak, bu nasosdagi bu yoqda yig'ilgan suvni nasos tashqariga haydab, ya'ni kanalizatsiyaga
oqizib yuboradi. Garajimizni bu yoq burchagida bitta rakvina qilingan, qo'shimcha yana rozetkalar, kommunikatsiya suvli qoldirib ketilgan, bemalol bu yoqga bir karcherni ham o'rnatib olsak bo'ladi va hozirgi kunda elektromobil haydayotgan akalarimiz juda ham ko'p. Mana shuni hisobi olinib, bu yoqda kabellar qoldirib ketilgan, bemalol o'zingizga mos elektromobilingizni quvvatlash stansiyasini ham o'rnatib olsangiz bo'ladi. Endi spazonani mana shu rakursdan ko'rsataylik. Qarang, okey. Basseynda cho'milib, mashinangizni ham yaxshi qo'yib qo'yib tomosha qilib, o'zi uyni qurgan dizayn kompaniyadagi dizaynerlar shuni reja qilishgan ekanda, ya'ni baribir erkak kishimiz-u, mashinamizni yaxshi ko'ramiz-u, mashinani bu yoqqa qo'yib qo'yib, mana bu katta panorama oynada basseynda cho'milib tomosha qilib, qanaqadir o'ziga xos bir ham kayfiyat beradi. Uy qurilishida dizayn arxitekturasi shu 0 dan 100 gacha Mizan dizayn arxitektura kompaniyasi tomonidan bu ishlar hammasi amalga oshirilgan. Zinalarni ko'rib turganinglardek juda ham chiroyli, did bilan qilingan patoloklar, yorqin oppoq ranglardan foydalanilgan. Yerto'lamizda bitta hojatxona. Bu yoqda ham osma unitazlar, shkoflar yasalgan, polka qilib, rakvinasi va buni o'zini kattagina tortmasi ham, katta oynani ko'rib turibsizlar. Endi marhamat, spa zonaga kiramiz. Qaranglar, kattagina basseyn. Aniq razmerini bilmayman-ku, adashmasam kengligi 2 metr yoki 2 dan ozgina oshuroq. Uzunligi bo'lsa, hop 1, 2 kafildan o'lchavyapman. 3, 4, 5, 5,5-6 metr uzunlikda ekan basseynimiz. Menga yoqqan joyi mana bu bo'ldi. Basseynni bu yoq taraf devori qaranglar. Kafildan bo'rttirib shunaqa dekor yasalganda, buni bu yoq ichki qismi gipsdan taroga o'xshab tortilgan. Bu ham qanaqadir o'ziga xos bir dekor vazifasini bajarib turibdi. Va marhamat, saunasini ko'ramiz. Saunasi lekin menga yoqdi. Qaranglar, qop-qora kalyonli oyna qilingan eshiklari, ichki qismi bemalol bu yoqda 4 kishi saunada o'tirish imkoniyatiga ega. Mana bunaqa o'sha saunada foydalaniladigan, bu endi bilmayman, tuzli toshmi kirib qo'yishgan. Bu yoq taraflariga ham dekoratsiya berilgan, bu yoqda o'zini pechkasi joylashgan. Bu saunamiz bo'ldi va bu yoqda endi bitta bizga dushovoy qilingan. Rakvinasi va bu yoq burchagida o'zini dushi joylashgan. Endi biz ketdik lift bilan kadr uzmaymiz. Sababi liftni sizlarga to'liqligicha ko'rsatmoqchiman, qanaqa ishlaydi. Lift bilan ikkinchi qavatga chiqamiz. Eshigini ochilishiga men to'g'risi maza qildim. Qani? Mana. Aquabuild kompaniyasi tomonidan qo'yilgan. Ukam qara, hozir sen eshigiga yaqin tursang, yopilmaydi eshik, sal bu yoqqa o'tib ol. Mana, endi yopildi, ko'rding? Bu yerda mana bu yerda anaqa yo'q-da liftda, ya'ni eshigi yo'q. Mana shu bitta eshik, mana hozir qo'lim turibdi-yu, yopilmaydi. Bu narsa ham shunaqa o'ylangan ekanki, masalan, deylik, bolalar bu yoqda turganida yaqin turib olsa yoki mana eshikni bundoq ushlab turib olsa, eshik ochilib ketaveradi. Mana mashincha rastoyanida 10 sm datchigi bor ekan. Hozir mana bu yoqqa surilishimiz bilan o'zi yopiladi va biz ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana eshik bu yerda qovuradi. Tepalarni qaranglar. Juda chiroyli. Mana sekin tepaga ko'tarilyapmiz. Yoqimli muzika. Mana tepasi ochiqligi lekin menga rosa yoqdi. Tepadagi podsvetkalar, uy ichida lift lekin boshqacha bo'lar ekanda. Ikkinchi qavatimizga xush kelibsizlar, qadrdonlar. Chiqqanimizda bizani mana shunaqa yorqin hol kutib oladi. Shinamgina qilib qo'yishibdi. Divanli zonalar qilingan, televizorlar, u yoq tarafini e'tibor bersanglar, mebel yasalganda devorga taqab. Qaranglar, mana bunaqa polkalar qilingan, dekorativni aksessuarlar. Bu meni tushunishim bo'yicha bolalar uchun dars qiladigan joyga ham o'xshayapti-da, sababi bu yoqda pulchatirlar bor, buni tagida rozetkalar qoldirib ketilgan. Endi bu yoqda stullarni qo'yib qo'yib, kompyuterlarni qo'yib yoki kitob daftarlar bilan yozuvchi darslarni qilsak bo'ladi. Ya'ni bu joy faqatgina divanli zona bo'lib qolmaydi. Divanlarni o'ngga chapga surib, hamma o'zini sharoitlardan kelib chiqib turib moslashtirib olish imkoniyatiga ega. Qaranglar, qanaqadir bir noodatiy dekorativni kartinalar, bu yoqda televizor, tagida o'zini tumbalari,
Alisa bor. Alisa bilan bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Agar zinadan chiqib keladigan bo'lsanglar, mana chap tarafda biz isitish va sovutish boshqaruv panellarini va Alisani o'zini planshetini ham ko'rsak bo'ladi. Endi marhamat, ikkinchi qavatimizdagi birinchi xonani ko'ramiz. Bu asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ranglarni kollaboratsiyasiga o'zingizlar baho berasizlar. U yoq taraf qizg'ish qanaqadir pushti bo'lsa, bu yoq asosiy ikkita devor oq bo'lmaydi-yu, sal malochniroq oqqa tortyapti. Patologlarida rilsli galagelladan va o'rtadagi qandilga e'tibor bersanglar, birinchi qavatdagi yotoqxonamizda ham xuddi shunaqa qandildan foydalanilgan, qanaqadir patka o'xshab turibdi. Zo'r yotoqxona, u yoq tarafda oynasi, trimo desak bo'ladi. Endi ayollar bu yoqdan pardoz-andoz qiladigan zona. Qo'shimcha mana tortmalari bor, bu yoqda tumbalar va televizor ham qo'yib qo'yilgan. Yangi ichkaridagi hovliga qaragan romi bor. Marhamat, bu yoq burchagida menga mana shunaqa garderoblar yoqadi-da, katta keng bo'ladi-yu. Odam mazza qilib kiyinib, yechinib, bemalol kiyimlarni vishelkalarga taxlab qo'yib, mana polkalarni qaranglar, podsvetkalarni qaranglar. Mana podsvetka bor-ku, ko'rsatinglar, ahamiyat bersanglar, mebellar ichiga tiqilgan. Ko'rasizlar, mebel mana o'yilganda yog'och ichidan o'tgan. Buni bo'rtib turmayapti-da. Shunaqa bir professional ish qilinibdi. Garderobdagi mebellarga men to'g'risi mazza qildim. Bu yoq tarafda yana qo'shimcha vishil kiyiladigan joylari, tepalarida yana polkalar va bu yoqda tortmalari. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonani ham devordagi ranglari yotoqxonadan ko'ra farq qiladi. Yashil, och yashil rangdan qilingan. Endi mana eshikni qaranglar. Joydan juda ham unumli foydalanilganda razdvijnoy qilingan, ochiladi va biz yuvinish xonasiga kiramiz. Vannasi patologini e'tibor beringlar. Natijnoy patolog qilinganda, tuning studiyalarni patologlarini shunaqa qilishadi-yu, bu yerda ham shunaqa yechim qilingan. Zo'r. O'rtada osma unitaz, buni orqa tarafida shkaflar, qo'shimcha polkalar qilingan va kattagina rakvinasi o'zini pastida tortmalari bilan. Quruvchi kompaniyani yana bir bor maqtab o'tishim kerak, sababi shunaqa narsalargacha qo'yib qo'yishgan. Qaranglar, sovunlar. Bu yerda bilmayman, qanaqadir krem, освежитель, bunaqa idishlar va sochiqlargacha. Mehmonxonalarga borganinglarda mana shunaqa tayyor turadi-yu, bilasizlarmi, 5 yulduzli mehmonxonalarda. Zo'r bitta gap bilan aytganda, hammamizga nasib qilsin deb qolaman. Bu mana shunaqa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'ldi va xollga qaytdik. Endi buni qarshisida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'ramiz. Bolalarniki o'zgacha. Yorqin rangli, bu albatta zo'r qilingan. Mana bu yerda pufik bor. Mana o'tirib olib, bolalar maza qilib endi bu yoqda dam oladi, uxlaydi. Ikkita kravat qilingan, o'rtada o'zini tumbasi. Mana quruvchi kompaniya, dizayner va arxitektor mana shu uylarning hammasini 0 dan 100 gacha Mizan kompaniyasi tomonidan bitkazilgan. Va bolalar xonasida ham oddiy qilib qo'yilmagan. Ko'rasizlar, kravatning orqa tarafida juda chiroyli kartinalar va devorimizning bu yoq qismida oppoq, juda ham katta bahaybat garderob qilingan. Odatda bolalarning kiyimi bilasizlarmi, kattalarnikidan ham ko'p bo'ladi-ku. Mana shuni menimcha o'ylashgan. Marhamat, ichlarini ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa mana 3 ta. Bemalol bu yotoqxonamizda yana bitta kravatni sig'dirsak bo'ladi. 3 ta bola uchun mo'ljallangan xona desak bo'ladi. Endi past tarafida mana tortmalarni, oyoq kiyimlarni taxlab qo'yishimiz mumkin. Ketib davom etamiz. Ikkinchi qavatimizda endi oxirgi xonani ko'ramiz. Va bu yoqda ham shunaqa joy bor. Endi hozir gul turibdi. Agar bu gulni olib pardalarni ochadigan bo'lsak, biz uyimizni tashqari tarafga qaragan balkoniga chiqsak bo'ladi. Endi ikkinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi, hojatxona deyarli pastki birinchi qavat bilan bir xil ko'rinishda. Xuddi shunaqa unitaz, dush, rakvina, bu yoqda sushkalari. Endi oxirgi xona, eshigini yopib qo'yaylik. Mana liftdan chiqqanda o'ng tarafdagi bu oxirgi xona. Voy, bu ham lekin shuni eshikni ochishim bilan yorqin, ko'zni nurini oladigan. Mana qaranglar, material, yostiqlari, ko'rpalari juda ham chiroyli rang ekan. Har bitta narsaga o'zi ahamiyat berilganligi sezilib turibdi. Pastki qavatdagi, birinchi qavatdagi yotoqxona bilan bu ham deyarli bir xil, faqat shu ranglarida farq qilishi mumkin. Mebellari bo'ladimi, kravatlari, bu yoqdagi oyna, tumba deyarli hammasi
bir xil. Qadrdonlarim, uyimizni sizlarga to'liqligicha yoritib ko'rsatib bera oldik deb o'ylayman. Agar qayerdadir noto'g'ri gapirib qo'ygan joyim bo'lsa yoki kadrda o'xshamay qolgan joylari bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Buni keyingi videolarda to'g'rilashga biz harakat qilamiz. Bu uylarimizni soni cheklangan, bor yo'g'i bitta dona mana shu sizlar ko'rganinglar bor. Buni 800 ming dollarga quruvchi kompaniya baholayapti. Nima deysizlar, o'zi uyimizni puliga arziydimi yoki yo'q? Uy haqida o'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, bizani hali oldinda bundan ham zo'r proyektlar kutyapti. Nima deymiz endi, odam sal charchaganiga gap ham kelmay qoldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.